Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kuxnyamiz obzorchasini qilib beraman. Nasib bo'lsa bu kuxnyani qo'yganimizga 2 oycha bo'lib qoldi. Chiroyligini akkuratni turibdi hali. Balandligi patologgacha qilingan, xolodilnik ustida ariston bo'lgani uchun bu tomon 2.15 ga moslangan. Общий razmeri bunaqasiga 3.20 bo'ladi. Xolodilnik ustida aristonlarni yoshirib berganimizda chiroyli qilib ko'rsangiz bo'ladi, chotka qilib o'rnatib berganimizda. Rangchalari ham chiroyli rangchadan tanlangan, kuxnyachamiz sifatli chotka bo'lib chiqqan. Moykalarni ham qimmatdan qo'yib berganimizda chotkasidan. Matri bo'ladi. Qirsa ham qirilmagan chotka bu narsasi. Nasib bo'lsa ichlari bilan qo'yib ko'rsatib. Keyinchalik buni nimasi yaxshi? Klientimiz xohlasa mana tepasini ham 3-etajni qilib, chiroyli qilib mana bunaqa mokri rangdan yasab bera olamiz. Hozircha shunaqa qilib yasab berganimizda nasib bo'lsa chotka chiqqan. Narxiga kelgan bo'lsak, razmeri 3.20, pagoni metri 2.200.000 so'mdan qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.